G'alati tovush. Xuddi tosh ko'chadan traktor haydab o'tishayotganday. Biz bu tovushni manevrlarda juda ko'p eshitganmiz. Tanklarga o'xshaydi. Nahotki urush bo'ladi, tank kapitan, ha? Bilmadim, otaxon, bilmadim. Bundan bir soat avval nemislar telefon qilib 21-ni jo'natmaylar deyishdi. Qanday qilib jo'natmayman? Axir o'zingiz bilasiz-ku, u xalqaro poyezd. Pan boshliq. Pan kapitan. Yana aloqa uzilib qoldi. Na telefon, na telegraf ishlaydi, bilasizmi? Yaxshilab tekshirib ko'rdingizmi? Hammasini tekshirdim, nima ketmaydi. O'tgan kuni ham simni uzib tashlashganda shunaqa bo'luvdi. Pan kapitan, 10 ta soldatim bilan Poznanga jo'nab ketyapman. Esingizni yedingizmi? Qo'poruvchilar yana simlarni uzib ketishibdi. Xuddi o'z uylarida yurishibdi. Ko'ppa kunduz kuni transformatorni portlatishdi. Siz bo'lsangiz, 14 soldatim bilan ketyapman deysiz. Polkovnik chegaraga qo'shin to'plab, nemislarning g'ashiga tegmanglar dedilar. Qator bo'lib saplaninglar. Tartib bilan salab chiqilsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. Bitta kamsizlar-ku, kim yo'q sapda? Franik dolisi yo'q. Balkim piyo ichayotganimizda bir oyoq urib qolgan bo'lsa kerak. G'urbatay, ehtimol u ana vagondadir. Ko'rinmadi u yerda. Biz bilan bir kupeda kelayotgandi. Hali ko'radi. Smirna! Nale, hop! Shagam, marsh! Bugun maza qilib olib keldik. Nima, passajirlar ozmi? Bunaqa vaqtda kim ham chegaraga yaqinlashadi deysan? Poznandan bitta ham odam kelmadi. Hali maosh berishmadimi? Nahotki bugun birinchi bo'lsa? Rosa 3 soat bo'ldi 1-sentyabr kirganiga. Shuni ham bilmaganingizga hayronman. Jin ursin, bunaqa g'alog'ovurda boshni yo'qotib qo'yish ham hech kam emas. Poyezdni jo'natayapman deng. Bo'lmasa nima qilishim kerak? Kattalar bilan aloqa uzilib qolgan, nemislar esa xo'jayin emas. Uchinchi tank diviziyasining 20-polki buyruqqa binoan jangovar pozitsiyani egalladi, janobi general. Polsha tomonidan qo'shinlar harakati sezilmayotir. Janob general, 22-Landsberg piyoda polki to'la jangovar vaziyatda turibdi. 6-tank diviziyasi buyrug'ingizni kutmoqda, janob general. 2 soat burun buyrug'ingizga muvofiq polaklarga poyezdni jo'natmay turinglar deb aytganmiz, janob general. Diqqat! Wehrmachtning barcha qo'shilmalari, harbiy dengiz floti hamda harbiy havo kuchlariga buyuraman. Soat 4dan 45 minut o'tganda Weiss planini bajarishga kirishilsin. Imzo Adolf Hitler. Zik, hayr! Shunday qilib, janoblar. Wehrmachtning barcha qo'shilmalari tarixiy daqiqalar yaqinlashmoqda. harbiy havo kuchlariga 3 minutdan keyin
Qo'shinlarimiz hujumga o'tadi. bajarishga kirishilsin. Sizlarga muvaffaqiyat. Imzo Adolf Hitler. Yevropaning so'nggi 3 minutlik osoyishta uyqusi o'tmoqda. Butun dunyoning janob general. Ha. Führer. Marhamat janobi general. Poyezdni sizni soldatlaringiz qo'riqlayaptimi, janobi Kunger? Ha? Eshitaman janob Oberstrufführer. Xuddi shunday janob Oberstrufführer. Eshitaman janob Oberstrufführer. Fan konduktor. Bu qaysi stansiya? Biroz mizg'ib qolman vagonda. Haligi Qo'poruvchi. Xudoga qo'poruvchi. To'xta! To'xta, otib tashlayman. Ой, черт! Ну и кашу я заварил. To nic, że długi jest marsz, słońce osuszy twarz. Idziesz i liczysz naboje ostatnie 3 i nie...
bo'ldi. Undan keyin nima bo'ldi? Tok qaychini olib, shat kesdi. Diqqat! Navbatchi Oberfeldfebel, Gans Klugi. Hammasi joyidami? Xuddi shunday, janob leytenant. Harbiy asirlar o'zlarini yaxshi tutishyapti. Go'yo o'quvchilarning yozgi lagerda yurgandek, o'ynab kulib yurishibdi. Buni grajdan chiqib olish mumkin. Yoqasini olib tashlab, tugmachalar qadaysan-da, bemalol kiyib yurish. Projektorlarga tok anavisindan boradi. Bir amallab usta bo'ladi. Shunaqangi avariya qilishdi. Bechora qo'lsiz oyoqsiz yo'lda satib yuribdi. Kul kiygan oyoq biroz kalbasa ham beringlar. Daraxt yonidagi trubani chizdingmi? Ha. Stansiyaga chapga burilib boriladi. 12 ta simyog'och bor. 350 metr. Uzoq-ku. Chizaver. Qalbaki hujjatlarni tayyorlash kerak. Buni keyin eplayman. Meni bir tanishim bor bu yerda. Juda ham uchar. Juda ham soz. Yana bir ish bor. Eng muhimi qayerdan bo'lsa ham grajan kiyimini topish zarur. O'ylaymanki, diqqat janoblar. shart kesdi. Bir kapitan bilan qiziq voqea yuz bergan edi. Ram Temani odam ediki, ertadan kechgacha ishlatardi. Xotini guldastani juda sevardi. Uni rosa parvarish qilardi. Biz gullarning orasiga tikanli simni tortib qo'yardik. Kim u o'zi? Meni baragimdan shubhali yigit. Qayerda jang qilgan, qayerda asir tushganini so'rasang, indamaydi. Ein bisschen Gras. Aber Oh, tezroq bo'l, nega emaylaysan? Sharga kelganing yo'q bu yerga. Chavla, xotin ol. Men bu tomondan qaziyman, qani ko'tar. Hey! Yarzimagan narsa bilan muncha yurtiysan. Hech nima qo'lingdan kelmaydi. Soatdan beri olib borayan. bringt er jetzt raus. Schieb ihm das runter. Packung gibt mir. Du, bitte. O'shandan keyin u menga shunday dedi. Buni menga ne'matda aytgansan. Yurish mendan. Men seni donangni urib olaman. Qani, men bunda yuraman. Men bunisini ham olaman. Damkech. Qanaqasiga damga chiqasan? Mana buni damga deydilar. To'xta. Gugurt. Topiladimi? Chekmayman. To'xta. Grajdancha kiyim topishim mumkin. Faqat menga yordamchi kerak. Tintuk. Ko'rinishingda bu yerda to urush tugaguncha o'tiradianga o'xshaysan. Fransiyada polyak otryadlari tashkil qilinmoqda. Qurol topib yana soldat bo'lamiz. Qo'ysang-chi. Ahmoq, bilgan narsasi faqat Yo. Romli qilyapsan. Qani shashkani joyiga qo'ychi. Sen bilan o'ynayotgan yo'q. Tuprog'ini boshqa yerga to'qishga to'g'ri keladi. Bittasi meni kuzatib yuribdi. Yo. Ko'ramiz chiqishini. Mana 1, 2, 3. Qo'yil, bir yurishda 3 tasini oldi ya. Mana bo'ldi, boshqalar ham o'ynasin-da. O'yla.
Hammasi to'g'ri. Burasang bo'ladi. Bo'ldimi? Nega buramaysan? Hozir, muncha shoshasan. Bo'ldimi yo yana buraymi? Nima? Tushunmadim, yana buraymi? Bo'ldi, boshqa burolmaydi. Suyam hazil bo'ldimi? Esingni yedingmi? Buning uchun javob berasan. Ahmoqlar. Muddatidan ortiq ishlaydi. Ha, ishlayver. Yana so'kishishdi. Mana shu dushga 2 haftadan beri ovoramiz. Hech foydasi yo'q. Turgan bitgani g'alva. O'zing o'yla. Shu iflos ish bizning nemislar uchun loyiqmi? Toqchilar! Jimsanchi! Trevoj! Jimon! Baqimachanchi! Asirlarga hujum qildi. Yordam beringlar, yordam! Toqchilar! Ana, 3 hafta yotganing yetar. To'roningdan. Yana qo'limga tushadigan bo'lsang, osonlikcha qutulmaysan. Hadi yur. Tezroq yur. O'tkazib yuboringlar. Barcha harbiy xizmatchilar nomidan jasoratingiz uchun sizga tashakkur izhor etaman. Kamandamga quloq soling. Sbirra! Birinchi bo'lib qochishga uringan o'qchi Fransiyashik davlat sharafiga. Gip! Qanot darvozasida turibmiz, qaddimizni biz bo'kib,
payg'ambarni kutamiz, ko'zimizdan yosh to'kib, jannat darvozasida turib. Iltimos, bizni kechiring haligi. Bizga ma'lum bo'lishicha, soldatlarimizdan bittasi qochishga tayyorgarlik ko'rishda sizga yordam berishdan bosh tortdi. Biz uni Yo'q, arzimaydi. Yaxshi o'zim gaplashaman. Yo'q. Meningcha uni tichib qo'ygan ma'qul. Dam olish kerak. Albatta, kechirasiz. Kechir meni birodar, senga yordam bermaganligim uchun. Men va meni yana ikkita o'rtog'im, mayli hammasini keyin tushuntirib beraman. La'natli banditlar. Shu ham hazil bo'ldimi? İflos cho'chqalar. Dorga osish kerak, hammangni yaramaslar. Vladek seni so'rayatuvdi. Hoy soldatlar, hushyor bo'l. Menimcha planing noto'g'riga o'xshayapti. Qandaydir ustunga duch kelib qoldim. Yonlab o'tib bo'lmaydi, hamma yoq truba. Qayerda ekan? Devordan 17 metrcha narida. Mana, belgilab qo'ydim. Ey soldatlar, hushyor bo'l. Ey soqollik! Hammasini ko'rdim. Qo'lingdagini ko'rsat. Janob leytenant toshni shotdi. Nemis soldatini mazaq qilishni men senga ko'rsatib qo'yaman. Qani qo'lingdagini berchi. Yo tavba. Toshni yutib ya. Ne qara. Qani haligi yigit. Qochmoqchi bo'luvdi-ku. Ho, ana. Topchi Vaxotskiy 28-divizion 4-polkadaman. Men baytirlaman, 9-Novguruz otliqlar polkidaman. Старший o'qchi Fransiya Shigdovas, Varshavalik ko'ngilliman. Vladek, yaxshi sen gapira qol. Yaxshi. Men o'rtoqlarim bilan qochish uchun gruppa tuzdim. Sen emas, qochish to'g'risida oldin Yuzek gapirgan edi. Biz esa uni quvvatlagandik. O'chakishganda uni bugun qamoq qo'yishdi. Nima qilishga hayronmiz endi? Nega endi qamashar ekan? Qamashdida. O'sha soqollikni? Hovlida yurganda olib ketishdi. Nimagaligi noma'lum. 17 metr qazib qo'ygan edik-a. Ish chatoq. Juda ham chatoq. Endi nima qilsa ekan, biron maslahat bersang degdik. Ko'mib tashlashakmikin, ha? Ko'mib tashlash? Pichoq topib kesayapman. Ish juda sekin boryapti. Uch haftada bitirarmikimiz, ha? Nima deysan? Ungacha og'ayni urush tugaydi. Sen shu yerda o'tiraverasan. Ey soldatlar, payg'ambar aytdiki, shoshmanglar, samoga oshiqmanglar. Avvalo dushmanni payg'ambar aytdiki, shoshmanglar. Ertalab ham repetitsiya, kechqurun ham repetitsiya. Qachon bu butxonada ibodat qilamiz axir? Tezroq tugatinglar. Zo'r gapni aytding. O'zimiz ham tezroq tugatish niyatidamiz. Bayram ham yaqinlashib qoldi, lekin hali hech narsa tayyor emas. Jona bora qol. Keyin ibodat qilasan. Bora qol. Ey polaklar, tez bo'linglar, yo'llarni men ochaman.
Faşistlarni mush bilan men boqaman. Jannat darvozasida turamiz. Bu pichoq bilan suv kessa bo'ladi. Gapingizga tushunmadim, kechirasiz. Pichoq sizga ma'qul bo'ldimi yoki yoqmadimi? Yoqmadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Shu ham ishmi? Ha, mayli, biror narsa o'ylab toparman. Xaliga olib ketishdi-ku. Kim edi? Ha, u Slesir armiyaga safarbarlik bo'yicha kelgan. Yuzek bizni boshlig'imiz edi. Endi men boshlig'ingizman. Ishlar. Keng yorug' zallarda qizlar qo'shiq aytardi. Aytinglar. Jannatning eshigida turib, Eshikni ochmadi. payg'ambarni ko'tardik. Payg'ambar bizni jannatga olib soldatlar, hushyor bo'ling, Ustini o'zim to'g'rilayman. U yoqni sizlar kovlaysizlar. Yaxshi. Nega ajablanasan? U qimishli yigit. Axir u Varshavaliydi. yo'llarni men ochaman, fashistlarni mushtum bilan boqaman. Jannat darvozasida payg'ambarni poylab turamiz. Jannat darvozasida payg'ambarni poylab turamiz. Qo'ying! Yer qimirlayapti. Yordam! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yordam! Yordam qiringlar! Yer qimirlayapti. O'laman! Yer qimirlayapti. Voy! 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 Nega qarayapsan? Qayoqqa borasizlar? Sen qocholmaydigan yerga. Unga muhur bostirasan. Unga ham keyin hammasini stansiya komitetiga topshirasan. Xo'p, bo'ladi. Bardam bo'linglar, yigitlar. Qochib ko'rmoqchi. Har qanaqa lagerdan ham qochib ketamiz. Ovozingni o'chir. Der Personenzug Grundstück die Bebelkau nach Hirschfeld läuft auf dem Bahnsteig 3 Gleis 6 ein. Abfahrt nach Hirschfeld 3:15 Uhr. Batsik, o'zimizniklari. Qayoqqa olib ketishyapti? Sizlarga nima kerak? Jo'nanglar. Yo'ldan qochinglar. Qochinglar. Xaridor. Yugur!
Nega kulasan ablah? Hujjatimiz yo'q, kiyimimiz ham parakcha. Vagondan chiqishimiz bilan g'ushlab olishadi. Nega yugur deb baqirding, ahmoq? Ular uzoqqa ketishmagan, janob Feltfeld. Hozirgina ish yoqib o'tishdi. Men ularga o'q uzdim 2 marta. Qayoqqa qarab qochishdi? Mana u tomonga. To'xta, shoshmanglar. Ular shu o'rtada bo'lishi kerak. Balki narigi sostavga o'tib ketishgandir. Yo'q, yo'q, u yer paroz deposku. O'tishsa ko'rishardi. Vagonlarning hammasiga qoramal ortilganmi? Deyarli hammasiga, janob Feltfeld. Mana bungacha? Ehtimol bordir, janob Feltfeld. Bu yerda buqa bor. Ochish xavfli. Kelguncha u kirib keldi. Qishlog'imizda buqa 3 kishini suzib o'tirdi. Buqa! Xudo haqqi buqa! Hayvon shoxida o'lgandan ko'ra haqiqiy soldatning dushman qo'lida o'lganim yaxshi. Qora! Ochar. Seni suzmaydi. Axir shiming qizil mask sana. Chidolmayman. Qo'llarim uvushib qoldi. Yig'lavermasang-chi, axir menga ham oson bo'ldi. Qimirlama, suv o'ldiradi. Seni qarayu, sigirni buqadan ajrata olmabsan-ku. Ha? Men qishloq emasman. O'zi qora bo'lib shoxi bo'lsa, men uchun buqa. Qoragina. Voy jonivor-ey, jonivor-ey. Bu stansiyadagi yigitlarning bo'lsa kerak. Hujjatlar, kiyimlar. Men bilan og'ayni hech qachon dard qolmaysan. To'g'ri. Meni pardada tug'ilgansan deyshadi. Yenji Grib 1923-yilda tug'ilgan. Vaclav Yanchak, Dombrova qishlog'i. Strasburgga mal olib ketyapman. Bu Fransiyadami? Oh, uxlama. Uxlayotganim yo'q. Isming nima? Yozek. Meniki Frank. Mendan xafa bo'ldingmi? Nega? Haligi lagerda. Yaxshi, yangi noming bilan tanishib ol. Sen tilla yigit ekansan. Frank. Frank. Ha. Agar Fransiyaga borib qolgudek bo'lsak, bizga qurol berisharmikin? Ehtimol berishar. Sen miltig'ingni ko'mib qo'ydim. Lattaga o'rab ko'mib qo'ydim. Boshqasini topaman. Senchi? Men ham o'zimga miltiq topaman. U dunyodan bo'lsa ham topaman. Uxlayotibdi isqirt dangasalar. Sigirlar ochidan o'laydi deyapti, ularni uxlashini qara. Qani turlaring, mollarni olib chiq. Keksa gulka ko'rib qolsa bormi, ta'zirlaringni berib qo'yadi. Strasburg,
Xudo haqqi Strasburg. Strasburg, aniqo, Strasburg-ku. Bu Fransiya emas, Avstriya. Qachongacha qaqqayib turasanlar bu yerda? Ya alohida taklifimni kutayapsanlarmi, ha? O'jalang ayollar. Sizga mollarni topshirib, Polshaga qaytishimiz kerak. Mana bu yerda yozilgan. Bizning ishimiz tugadi. Bu qog'ozlarning menga ahamiyati yo'q. Bu yerga o'ynagani kelganlaring yo'q, bitliqi muttahamlar. Qanidan o'shga tushinglar. Bo'lmasa boshqacha gapirib qo'yaman. Salom janob Gulka. Bular ishgami? Ha, ishga. Ishga. Bular Polshadanmi? Ha. Ahmoq bo'lib sen bilan shu poyezdga chiqib yuribman-a. Endi ko'zimga ko'rinma. Yur. Yuzuk, to'xta. Tashlab ketmagin endi. Iltimos qilaman. Bilmasdan boshqa poyezdga chiqib qolmizda. Hamma ham yanglishadi-ku axir. Yuzuk. Shu ham do'stlik bo'ldi-yu. Qoraxon, sen ham mendan xafamisan? Gans Büyerlerga Polshadan 3 sigir yuborilgan. Artur Retnagelga Polshadan 2 sigir yuborilgan. Lodetta Shpek Führerga xizmat qilayotgan 3 o'g'lingiz evaziga Polshadan yuborilgan 3 sigir sizga. Tabriklayman sizni. Yashasın Führerimiz Adolf Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Yordam beringlar! Polshadan buqa kelyapti! Yordam beringlar! Buqa! Heil Hitler! Buqani Reyxga qarshi gijgijlatgani uchun mana bu shaxs gestaga topshiriladi. Heil Hitler! Demak, polaksan, bu yerga ishga kelgansan, shundaymi? Ha. Xo'sh, hujjatlaring qani? Haligi buqasi bor-u, o'sha yirtib tashadi. Isming, familiyang? Gjakich Bzenchichkevich. Bzenchichkevich. Grzegorz.
Gece gök. Gece bek. Brzęczyszkiewicz. Oçer ovozingni. Gans. Gans. Eshitaman. So'roq qilib mashinkada protokol yoz. Bo'ladi. Isming Grzegorz Brzęczyszkiewicz. Nima? Guvoh Gulka. Halgitlar. Polshadan kelgan eshelonning hujjatlari sizdami? Buqali vagonlarniki. Afsuski bu hujjatlarni janob Obrishtron Führer buqa bosib yirtib tashabdi. Polakning ismi balki yodingizda. O'sha paytda buni eslab bo'ladimi? Lekin undan ham muhimroq narsa olib keldim. Buni yo'ldan topdik. Uni buyumlari. Qayerda tug'ilgansan? Gjon Shishiboshica. Pshibush bu yonda. Ha? Qaysi lagerdan qochding? Xo'sh? Aldor MZni 7-A lagerdan. Haqiqiy isming nima? Fransishek Dovos. Iflos itvachcha. Gestaponi laqillatmoqchimiding? Helmut. Olib ket. Gel Siyos. Aldorp MZ'dagi harbiy asirlar lageri komendantiga Oberbomburgdagi Gestapo boshlig'i sizga ma'lum qiladiki, harbiy asir Fransishek Dovos asirlarni olib ketayotganimizda qochishga uringani uchun bugun otib tashlandi. Uni ro'yxatingizdan o'chirib tashlashingizni iltimos qilamiz. Bo'ldi. Achtung, Achtung! Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21:30 Uhr ein. Bitte von den Gleisen abtreten. Ich wiederhole. Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21:30 Uhr ein. Bog'lab ol. Maylimi? Tezroq bo'l. Hozir. Qog'oz yo'q ekan. Eshikni yop. Nima, ketingdan eshikni yopib yurishim kerakmi? Kim o'zi? Balet harbiy asiri, lagerdan qochgan. Ha.
Yana qistab qoldi. Boringlar tur. Ay, mendami? 4 oydan beri shovg'im sho'ra berasizlar. Voy. Namuncha betamiz bo'lmasa, odob degan narsani bilmaydi bular. Tezroq bo'l. Tezroq deyapman. Bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa. Yordamlashaveringlar. Tezroq u qochib qoladi. Bo'l, tez. Qo'y, to'xtating tezroq. Qo'yishni to'xtat. Tezroq. Ablah. Tosh ko'chdi. Kimsan o'zing? Tog'da adashib qoldingmi? Yo nemis armiyasidan qochib o'tdingmi bizning Yugoslaviyaga? Qo'ying. Yugoslaviya!
kecha kechqurun poyezddan polyak harbiy asiri qochdi. Izi sizlarning yeringizga olib keldi. Bizda bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda Ma'lumotlaringizni aloqasi yo'q. Janob Obershturmführer. 1 soat bo'ldi. Yugoslaviya sizlar bilan tuzgan shartnomani bekor qildi. Agar bu ablahning gapi rost bo'lsa, bu yerdan tezroq ketganimiz yaxshi. Ha. Janob Obershturmführer. Ana bu. Tezroq ketishingizni maslahat ko'raman, janoblar. Surbetlar. 5 minutdan keyin chegara yo'li yopiladi. Afsus, qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Pasport haqiqiy poruchik. Mutlaqo xotirjam bo'ling. Xo'p bo'ladi, pan polkovnik. Siz faqat yangi nomingizni bilib olsangiz kifoya. Marhamat. Xo'p bo'ladi, pan polkovnik. Splitda Yugoslaviya kemasiga o'tirasiz. Kema ertalab soat 7 da yo'lga tushadi. Bu qog'ozlarni bo'lsa, tayinlangan joyda generalga topshirasiz. Maxfiy. Affedersiz. Bunaqa ko'nikmaganman konspirativ ish usuliga. Yana bir topshiriq bor. Elchixonamizga bir soldatni olib kelishgan. Uni do'stlarimiz inglizlar yoniga yetib olishda yordamlashsangiz, buni ham eplaysiz degan umiddaman. Marhamat. Rahmat. Siz bilan yaqinroq tanishishga imkon bo'lmadi. Yaxshi emas, pan polkovnik. Qo'lingizni o'paman, pani. Qo'sangiz bo'lardi. Slavyan tillari juda o'xshashda. Xuddi bizning tilda gapirayotganga o'xshaysiz. Xudoyim ey. Poyezdga qayoqdan chiqib qoldim? Ko'p tentalik qilmang. Turing, kelib qoldik. Qayoqqa? To'xtang, juda chanqadim. Tomog'im qaqrab ketdi. Ko'p g'ingshimang. Vaqtimiz juda ziq. Sizni deb kechga qolmaylik tag'in. Darrov kelaman. Shu yerda 2 qadam narida xolos. Ichaman u qaytaman. Kemada icharsiz, yura qoling. Qanaqa kema? Nima deyapsiz o'zi? Meni qayoqqa olib ketyapsiz? O'zingiz xohlagan yoqqa. Esingizni yeb qo'ydingizmi? Iltimos qildingiz-ku bizdan. Ha, iltimos qilaman. Qaysarlik qilmang. Sizni olib qo'yaman deb polkovnikka so'z berganman. Bu buyruq. Uni bajarishga majburman. Bildingizmi? Bildim, ha. Qanaqa buyruq? Qanaqa polkovnik? Hech narsani eslolmayapman. Ajablanmang. Vagonga olib chiqishganda g'irtmas edingiz. Arkonni tashla. Tor. Shoshmanglar. Nega kech qolasizlar? Tezroq. Trap olinsin, olinglar darrov. Kapitan chaqiryapti.
ishlar qalay birodar? Qayoqqa ketyapsizlar? Kiprga, u yerdan inglizlarga qo'shilib olib polyak armiyasida xizmat qilasan. Luka, uni qorini to'yg'azib qo'yib bironta ish topib ber. Qani yer. Qolib ketyapsan. Kam bizga. Senyor kapitan, o'ng tomonda kema. Savdo kemasi. Tushundim. Tez oralig'ini aniqla. 5-6 mil. Jangovar trevoga. Jangovar trevoga! Periskop ko'tarilsin. 005 ga to'g'rila. Есть, senor 005. Hozir Yugoslaviyaniki. Kichkina kema. Zambarakdan o'tamizmi? Yuqoriga chiqib bo'lmaydi. Tepamizda ingliz samolyotlari uchib yuribdi. Torpedo otamiz. Birinchi apparat. Yuqoriga chiqinglar. To'xtatib bo'lmayapti. Tezroq. Tez qayoqqa tushinglar. Ol tezroq bo'l. Olaq qani? Kelyapti. Olqachi, ko'rmayman. Ana urdinglar. Yana bir otsakmikin? Hojati yo'q. Tomonda qayiqlar. Bu qanaqasi bo'ldi? Shu yetishmay turuvdi o'zi. Kapitanga aytay. Kimlar ekan? Eshitaman. Janob kapitan, kemaning o'ng tomonida ikki qayiqda odamlar kelyapti. Kemaga olinglar. O'ngga bur. 100. Ha, 1. Ha, 2. Ha, 3. Eshkaklar olinsin. Ehtiyot bo'l. Tortni mahkam ushla. Tort o'zingga. Yana. Tezroq. To'g'ri pastga olib tushinglar. Palubada versa yurishmasin. Tezroq. Juda o'pirib yubordi. Suvni to'xtatolmadik. Sal bo'lmasa, narigi dunyoga ketardik. Ular betaraf kemaga torpedo otishdi. Kimsizlar o'zi? Yugoslavlar. Ruxsat eting o'zimni tanitay. Kapitan Dimas Tayardinovich. Angliyaga ham yetib bora olmadim. Fransiyadan borib o'tirdilar biz. Haligilar yoniga. Xo'p bo'ladi. Qani yo'q. Janoblar, menimcha yanglishyapsizlar. Kapitanga borib hammasini tushuntiraman. Qayoqqa? Bu yoqqa. Yana bittasi endi. Safimiz ko'payib qoldi. Sen ham Suriyani havas qilibsan-da.
Sotqinlar! Men Fransiyaga bormoqchiman. Qarshi jang qilmoqchiman. Aziliyon! Jang qilasan lekin Fransiyada emas, Suriyada. Gitlerga qarshi mas'ul tomonda. Marshal Petain bayrog'i ostida jang qilasan. Alors, passe les cartes, Jean. Ça doit Sabatiya, Mayyar, Vanyo, Jean Petit, Pellegrini. Men Petit emasman, bu mening ismim emas. Nega janjal qilyapsiz? Men Dovasman. Familiyasi yoqmayapti, hammani ko'rib qiyin-da. Har kimni talabi har xil. Marhamat. Smirna! encore un officier. On a Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Isqirtlar, soldatlar, shu minutdan boshlab sizlarning haqiqiy ismlaring bizni qiziqtirmaydi. Shuningdek, millatingiz ham shu kungacha nima bilan mashg'ul bo'lganingiz ham bizni qiziqtirmaydi. Buni biz uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Endi hammalaringiz chet el legionining soldatlarisiz. Sizlarga Fransiyaning shon-shavkati uchun jang qilish huquqi beriladi. Muncha menga yopishib qolding. Yashasin Fransiya! Hozir sizlarni mashinalarga o'tkazib kazarmaga olib borishadi. Ust-bosh bilan qurollarni o'sha yerda olasizlar. Borgan zahotiyoq, ha? Qani endi mashinaga chiqinglar. Mashinaga chiqinglar. Mashinaga. Tezroq. Tezroq, qani tezroq. Bo'la qolinglar. Hay. Voy, sernaqalardan turma ham bezor bo'lsa kerak-a. Buya! Qarab tur, kazarmada dadini bermasammi? Qo'lyapmisan? O'zim shunday deb o'ylavdim ha. Rahmat. Merci. 1000 frank. Menimcha yetadi senga. Nima oz? Nega oz bo'lar ekan? Axir o'zing 600 ga olganding-ku. Halawa asali. Situ Rami, situ serap, situ Baribir hech narsani tushunmaydi. Ertalabdan beri ichadi. Uni o'ziga keltirish kerak. Ish juda jiddiy. Nima gap? Bu eskizlar qayerdan kelib qoldi? Rezervdan yuborishdi mening kapitanim. Hammasi 15 ta, yana qo'lidan hech qanday ish kelmaydiganlar. Bizga doim faqat chiqitlari keladi. Ablahlar, muttahamlar, iflosovrilar. Senlar odammisan?
Senlar barcha millatlarning harom tashlandig'isizlar. Sen qochoqlarni legion qutqarib qoldi, rahmat denglar. Bo'lmasa umrlaringni oxirgi katirgada qon yutardinglar. Barg'ayot marshal Petan qo'mondonligida sizlar uchun shon-shavkat yo'llari keng ochilgan. Yana senlar betlaringni qalin qilib bizni ovqatdan bosh tortib qo'zg'olon qilyapsizlar. Meni kapitanim, bular qo'zg'olon qilishgani yo'q. Nima? Bular yangi kelishgan-ku. Yangi? Pardon. Bu boshqa gap. Bu boshqa gap. Aytinglar-chi, yigitlar, kim ovqat pishirishni biladi? Ruxsat etsangiz tushuntiray. Juda soz. Nima soz? Men sharq taomlarini juda yaxshi ko'raman. Judayam. Meni kapitanim. Men tushuna olmayapman. Voy. Meni kapitanim, 4-rotani nima qilamiz? Ular to'polon qilishyapti-ku. Judayam soz. Men ularga ajoyib oshpaz topdim. O'sha turkni ularga ro'para qilib. Turk emas, polyak. Yana ham yaxshi. U soldatlarni haligi kabob bilan boqadi. Jinursin o'shalarni. Ular kiyim-kechak olishlari kerak. Olib bor. Bravo! Shagam marsh! Sen yana bunaqa bilarmonlik qilma, polyak bo'lgani uchun aytayapman. Voy o'g'ayni, hamshag'irim ekansan-ku. Ular meni zo'rlab olib kelishdi. Men Polsha armiyasiga bormoqchi edim. Senga aytdim-ku, tilingni tiyib yur. Bunaqa gaping uchun karserga tushasan. Ana xolos. Shuyam tartib bu. Hamma yoqlar to'ntadi-ku. Bu yerni bir oyda ham tozalab bo'lmaydi. Xo'sh, tozalab bo'lgach, ovqatga urin. Mendan qanaqa oshpaz chiqsin? Hatto og'ayni tuxum pishirishni ham bilmayman. Ilojlimi, endi o'zingdan ko'r. Men senga og'ayn emasman, seni boshlig'ingman, bildingmi? Bildim, panserjant. Panserjant emas, mening serjantim. Xo'p bo'ladi, mening serjantim. Nima yerda edi bu? Degarchiligini ko'ru. Serjant, hamshahar, azizim. Yo'q, mening serjantim. Qozondan botinka chiqdi. Xudo qiros. Uni olib tasha, yana birontasi yutib yubormasin. Mening serjantim, iltimos yordam qiling. Men oshpaz bo'lishni istamayman. Bo'lmasa ular meni ham pishirib yeyishadi. Pishirish olmaydi. Bor kiyimlaringni ol. Ey oshpaz, seni bir amallab pishirib olamiz. Ovozingni o'chir. Ikki qator bo'lib saplan. Ey, nega imlaysizlar? Tezroq! Tezroq! Bo'ldi, shu savatlar ham bo'ladi. Yetsa bo'pti-da. Kapral, mashqdan keyin oldimga kiring. Xo'p bo'ladi. Faqat arablar bilan janjallashmanglar. Shunda ham dushmanlarimiz yetarli. Inglizlar bilan tez urushib turibmiz. Sochishni xohlashmasa qaytaveringlar. Eshitma meni kapitanim. Dorimni ham unutma. Unutmayman meni kapitanim. Nima kerak? Panserjant, legionga o'z ixtiyori bilan kelgan deb o'ylaysizmi? Ular meni bu yerga zo'rlab olib kelishdi. Zo'rlab? Hamma shunaqa deysan. Rost, ishonmasangiz so'rang. Jahlim chiqqanidan bir soqchini boplab tushirdim. Chiq tepaga. Uni durustroq tushirdingmi? Boshini changallab qoldi. Qani bo'l, bo'lmasa kechgacha yeta olmaymiz.
kunlardan beri boshimiz konservadan chiqmaydi. Agar biron boshqa narsa sotib ola olsang, hamma ish yaxshi bo'ladi. Ovqating naqadar bemaza bo'lmasin, poqqos urishadi. Pul uni sumkasida. Lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, ta'amul miskin, ta'amul miskin, lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, ta'amul miskin. Qo'yini sotasanmi? Man 5. Haling ruhlar. Qalaysa bir halik, man 5. Ruh bir halik, ruh. O, tovuqlar. Baribir shunga sotmaydi. Man 5 ruh. Nechun oz qilishmasa? O, qani qovani ish bo'l. Da, mabia. Ayyu haga. Nima? Lek ayyu haga, mabia. Ya, axir pulni to'layman. Pulni berchi. U balkim tekinga oladi deb o'ylayotganda. Ya, ular xohlashmaydi legionerlarga sotishni. Pulning unga daxli yo'q. Qancha sotib olaman. Sotib olaman. Mana senga pul. Mana. Puliga. Olaman. Mana puliga olaman. Puliga tekinga yeyman. O, barra qo'zichoq olaman. Mana pul chiqib. Mana. Jinurgurlar. Pulini to'layman. Qaranglar. Senlar deb meni sho'rva qilishadi. جيدة هيدا بعد انت الان جاهز 4 هذه كان الآن لك شمسة الان بس الان يلا جيدة بس Papirosni olchi. Sigaretni. Yana bir pachka xuddi mana shunaqasidan. Ali. Kechirasizlar, 1 minutga. Odamlar, men jinniman, jinnixonadan qochdim, pullarimni ulashaman. Mana, marhamat, 3 qarta, ikkitasi qora, bittasi oq. Sizlar faqat oqini topsanglar, bas, meni pullarim sizlarga o'taveradi. Qorasini olsangiz yutqizasiz, oqini topsangiz yutasiz. Yo, vaqtingcha tavakkal yutolmagan pesukal, 1, 2, 3, oqini topingchi. Hadi. Oqqa, bu janob yutdi. Marhamat, pulingizni oling. Mana, qorasi yutqizadi, oqi yutadi. Gap qoling, kim topadi? Haloyiq, men g'irchinni bo'lib qoldim. 1, 2, 3, qani topingchi. Marhamat, oling. Yana oq chiqdi. Mana ko'ringlar. Sizni tabriklayman. Pul sizniki. Gap qoling, olib qoling. Pulim tugay deb qoldi. Haloyiq odamlar, men chinnikamga jinni bo'lib qoldim. Xafa bo'lmanglar janoblar. Yo ostidan yo ustidan deganlaridek yana bir baxtingizni sinab ko'ring. 1, 2, 3. Kim topadi? Boshqa qo'ya olmayman. Tovuq ham yetarli. Lekin banan kerak bo'lib qolar. Attang, bu janobni ham omadi kelmadi. Uzatib boring. Kim topadi? Kim? Oq karta yutadi, qorasi yutqizadi. 1, 2, 3. Qani, oling, marhamat. Dolar. Darrov mashinaga chiq. Panserjon shuncha narsani tashlab, Kimga aytayapman, chiq mashinaga. Janoblar, afv etasizlar. Ringga la'nat, nimalar bo'lyapti o'zi? Yana boshlashdimi qo'zg'olonni? Ularga yaxshi oshpaz topib berdim-ku, balki uni ham qo'sangga tashlashgandir. Yetar endi, jonimga tegdi. Men ularni boshqa yoqqa o'tirmayman. Kimki ovqatdan norozi bo'lsa, gap vaqtiga tiqib qo'yaman yoki o'sha yerning o'zida otib tashlayman. Hech kimni ayamayman.
Allez, entends de la bonne soupe. Oo, bir yoqqa qarasalaring-chi. Bu nima o'zi? Ye tovuq. Yo'q, tavba. Menga. Vitaminlardan ham ber ularga. Menga ham ber. Semizrog'idan bo'lsa, semizrog'idan. Isimi ham bor ekan. Marra qo'zi go'shtdan yersiz. Marhamat. Bu o'sha konservadan emas. Yoki so'yib pishirilgan tovuq-ku. Marhamat kapitan, mana sizga hammaga yetadi. Yana atala olib keldingmi? Mening kapitanim, tovuq sho'rva-ku bu axir. Starshi o'qchi Pronikdolos xizmatingizga tayyor. Qanday qilib shuncha narsani ola olding? U yutib oldi, mening kapitanim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Qanday qilib? Bir o'zing butun arablar bozorini yutib kelding. Hozir hammasini ko'rsataman. Ruxsat etasizmi? Ish bunday bo'lganda. Ehtiyot bo'ling mening kapitanim, juda epchil bola. Qorasini olsangiz, yutqizasiz. Oqini topsangiz, yutasiz. Qani mening kapitanim, toping oqini. Juda soz kapitan, siz yutdingiz. Marhamat. Oqini topsangiz yutasiz. Qani top ko'ringchi. 1, 2, 3. Siz bu gal ham yutib oldingiz. Marhamat, pulingizni oling. Do'las bosqil bo'lmasa yomon bo'ladi. Xalaqit berma, bo'yim menga yoqdi kadras. Marhamat. Attang, bu gal siz yutqizdingiz. 1, 2, 3. Nachora, bu gal ham sizga baxt kulib boqmadi. Yana qo'ychi. 1, 2, 3. Axir bozorda shunday bo'luvdi-da. Sen ayyorsan. Men seni teringni shilib olaman. Qamalsin. Faqat suv bilan non berilsin. Ular bosib kirishadi. Nima qildik? Nega baqirishyapti? Nima kerak ularga? Kimdir ularni aldabdi. Olgan narsasi uchun to'lamadi deyishyapti. Ah, balak. Shunday adabini beray-ki, uni tergovga ber. O'zlaring tartibga savoli bu mutaxamlarni haydanglar darrov. Oshpazni qamoqdan chiqarmaguningizcha meni kapitanim, hech ham o'rnimizdan qimirlamaymiz. Tushundingizmi gapimga? Joydan beri bo'lmagan narsalar bilan boqdingiz. Sasigan konservalar bilan ozod qiling polyakni. Polyaksiz hech qayoqqa bormaymiz. To'g'ri. Haydaymiz, yoqmay qolsin. Pasportni bering. Buni ana o'rtoqlarga ber. O, barakalla Polyak. Yashavar. Rahmat, shu yerda ham bizni unutmadi-ya. Bu yerdan chiqib olsam, sizlarga
Kotletlar pishirib beraman. Deb olay. Yoki beef stroganoff. Turnips alla Rossinini ham pishirishni bilaman. Lavlaga solingan pomfrit yoki sardak tayyorlab beraman. Sardak? Nima o'zi? Jilega o'xshagan. Onam menga somsa pishirib berardi. Sizlarning qurbaqay o'quvingizlaringizga o'xshagan emas. Yumshoqqina, qip-qizil. Oshlaring! Kim u? Qani oshlaring, biz Polyakka keldik. Nima? Yana biz konservaylikmi? Ya aqmog'ing yo'q bu yerda. Och deyapman, bo'lmasa granata tashlaymiz. Panjarani buz. Ey Mayiz, balki ochganimiz yaxshidir. Devale kotletchi. Sardakchi. Ablahlar, polyakni bergandan ko'ra o'lganim yaxshi meni. Unga tegib ketmasin deb mening serjantim granata tashlamadik. Granata yotinglar. Dollars. Jinnilik qilma. Menga katta yordam qilding, isyon ko'tarildi. Biz legiondan ketyapmiz. Men ham sizlar bilan birga ketaman. Bir ilojini toping, ayting, meni qo'yib yuborishsin. Tezroq mening serjantim kapitan jandarmga odam yubordi. Iloji yo'q, o'zing ko'rib turibsan-ku. Pan serjant, axir Mabodo Polshaga qaytib Tixanovga borib qolsang. Tezroq bo'ling. Keksa Ketris ham vatanini sog'ingan deb qo'ygan. Xayr. Og'aynilar, azizlar, meni tashlab ketmanglar. Kapitandan yutgan pulimni hammasini beraman. Men yolg'on aytgandim, ha? Muhim ish bo'lsa kerak. Ochaymi? Nima gap o'zi? Ochinglar. Ochinglar tezroq, ochinglar. Senga nima kerak bu aro? Meni kapitanim serjant Kedros soldatlar bilan fortdan qochib ketdi. Ular yordamchingiz bilan soqchini bog'lab yerto'laga tashlab ketishdi. To'sqin oling. Uni ushlab qolmoqchi bo'ldim. Mening kapitanim. Yashasin ozod Fransiya, yashasin general de Gaulle. Ular katta yo'ldan ketishdi. Bu yerdan 40 kilometr narida. Baribir qochib ketish olmaydi. Qancha soldatimiz bor? Juda oz mening kapitanim. Qamoqdagilarni ham bo'shatishga to'g'ri keldi. Tezroq bo'lmasa yeta olmaymiz. Tezroq yur og'ayni. Bunaqa imillaydigan bo'lsa qochib ketishadi. Kel, yordamlashib yuboray. Ushlab tur. Shu dahmazani ko'tarib yurishim jonga tegdi. Yordamlashaman. Qani yur. Tepalikda pozitsiyani egallaymiz. Xo'p bo'ladi mening kapitanim. Hey, shu tepalikni egallaymiz. Tezroq yigitlar, tezroq. Yotinglar. O'qlarmi? Mendan polyak olindi. Hey, polyak! Nega anqay o'tiribsan, avtomatin qani? Polyakka beruvdim. Nima? Qayoqqa yo'qoldi o'zi? Hey, polyak! Qanisan? Polyak!
Legioner François Dallas. Alo! Orta! Nayzalar o'rnatilsin. Ketimdan olg'a! Olg'a! Yaşasın Marshal Petain! Yaşasın Fransiya! Hey, taslim bo'linglar. Hammangiz sotqin, xoinsizlar. Sen bo'lsang. O, sarılar. Yo'q-ku, piyanista. Ko'rinishingdan zakuska qilib olgan o'xshaysan, viskidan keyin. Sanot tashlayman muttaham. Ushlanglar uni, ushlanglar. O'xshaysan, viskidan keyin. Sanot tashlayman muttaham. Ushlanglar uni, ushlanglar. Ko'p xafa bo'lmang mening kapitanim. Sizning qo'mondonligingizda bundan keyin ham ishlayveramiz. Lekin bir shart bilan, agar siz ham ozod Fransiya tomoniga o'tsangiz. Nima? Men Degolga itoat qilaymi? Kim o'zi? Nomini eshitishni ham istamayman. Miltonni ham shunaqa ushlaydimi, ofisar? Bu hali kerak bo'lib qoladi. Qani, mashinalarga ishkinglar. Biz nima qildik? Polsha armiyasiga boramizmi yo inglizlarga? Urushgacha kim eding o'zing? Urushgachami? Urushgacha meni katta mulkim bor edi. Ajoyib mollarim, qora buqalarim, sigirlar bo'lsa haligi. Rostini aytchi. Rosti hech nima yo'q edi. Qurilishda g'isht tashirdim, karta o'ynardim. Nimasini ham aytay, har xil ishlar bo'lgan. Men Fransiyada ko'mir qazidim. Miltonni qo'limga birinchi marta Ispaniyada olganman. 3 yil turmada yotdim. Nemislar Fransiyaga bosib kirishganda Gestapo qamoqdan ko'ra shu legionni afzal ko'rdim. Pan serjant, siz ham axir polyaksiz-ku. Bizning o'rnimiz Polsha armiyasida. Biz Polsha uchun jang qilishimiz kerak. Qanaqa Polsha uchun? Qanaqa Polsha uchun? Axir bizning Polsha bitta-ku.